Murod Buxorovskiyning muxlislari bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Ye, sartarosh o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька, ой. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda Murod Buxorovskiy taxallusi bilan faoliyat olib boradigan Insta blogerni o'zlarini nomerini topdik. Birgalikda reklama narxini bilib olamiz do'stlar. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murod aka, charchamayapsizmi? Rahmat, xudo shukr. Aka, biz reklama bermoqchi edik nimaga? Instagramingizga post stories qilish narxlarini bilmoqchi edik. Nimani reklamasi qilgan? Kiyim do'kon. Qayerda? Qo'qonda, Vodiyda. Hop. Kelib ketishlari, xizmatlari, post qilib qo'yib berishlari, storieslari, narx-navolarni bilmoqchi edik, agar ma'qul kelsa. Postimiz aka $2000, istoriyamiz 300. Post Hamma narsa o'zimizdan. kelib ketishlari, nima qilib, vayin qilib olishlari. Shu. Keyin hali bir-biriga ulab qo'yib berishchi, kollaboratsiya dedim. O'sha narsa aka bir xil. Bir xil, bitta post $2000. Uni kelishadigan joylari bormi aka, yo'q, bitta narxmi? Yo'q, lekin. Bo'ldi, tushunarli. Akajon, katta rahmat, ijodingizga omad. Maza qilamiz sizni ko'rsak. Xo'p, rahmat. Xo'p. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz faqat kayfiyat ko'taradigan inson Murod Buxorovskiy bilan bog'lanib ko'rdik. Bitta reklama narxi $2000 qilib belgilangan ekan, stories narxi $300 ekan. Meni fikrimcha yaxshi narx. Biz Murod Buxorovskiyning ijodiga omad tilaymiz. Xalqimizning kayfiyatini faqat yuqori darajaga ko'tarib xizmat qilishda charchamasizlar. Hurmat bilan Kamina Yashnarji. Sog' bo'ling.